Nasırdan, kitabını koyğına birden oynaylı. Ma'qul. Choyun. Qarab turinglar, ha? Nasib maqamda qol. Yerida qaytargansan. Podshoh. Podshohning yonidagi kim u? Eliqi Bag'dod elchisi bo'lsa kerak. Anglasam o bir tepishmoq aytib bizni qiyin ahvolga qo'ymoqchi bo'pti. Odamni bo'lsa qilganliqi bu. Ha, ansirmanglar. Podshoh uni Nasriddin bilan ko'rishtiramish. Hey. Ha. Sal turib yegan qizaq tushliq ish qildimi? Saqay. Nasriddin, biz keldik. Nasriddin, hüneringni Bag'dod elchisi ko'rsatmamsan? Mo'sh bola shumi? Bu kichik bola men degan narsani topa oladimi, ha? Hurmatli elchi janoblari, sizlar aytgan u goh 2 putliq, goh 4 putliq, yana ba'zida 6 putliq narsa dal sizlarning yonlarida. Nima? Qayda? Mundaq bo'lsa 6 putliq. Bo'lmaysanmi? Ha, hisob. Qarasizlar, 2 putga 4 putni qo'shsak 6 put bo'ladigan-da. Shundoq emasmi? Bo'pti amsa. Amsa 4 putliqchi, ha? Bu asan. Mana endi 4 putliq. 2 putliq 6chi, ha? Mana hozir 2 putliq bo'ldi-ku. Qandoq? Sizlar chiqargan bu tepishmoq o'ng'aymikan? Bir kichik bola jendada hal qilyapti. Bo'ldi. Tusha. Bakla yerib ketdim. O'ylamabdiman. Bu davlatning kishilari haqiqatan farosatli ekan. Rastul qoyil bo'ldi. Bu bola haqiqatan farosatli ekan. Siz ata o'rdoq keling. Sizga berdigan sovuq timba. Nasriddin. Ata o'rdig'i bor. Elchi janoblarining qimmatli so'g'isini bir ko'rib boqmabsan, ha? Ma'qul amsa. So'g'atlarga hech qalla. Nasriddin, ichib boqqan, ichida nima narsa bor ekan? Ochmason. Ochmay turg'in. Avval tepishmoq aytaman. Kep boqqan. Buning ichidagi nima narsa ekan? Tepishmoq? Ma'qul. Elchi janoblari, qani ichsizlar. Qutudagi bu narsa. Tursimi o'tiradi, ma'nisimi o'tiradi, o'tirsimi o'tiradi, yassimi o'tiradi. Bu nima bo'g'iydi? Elchi janoblari, men sizlarga bir tepishmoq aytay. Qandaq narsa turgandimi, yotgan holatda bo'ladi? Ma'nisimi yotadi. O'ltirsimi yotadi. Yotgandimi yotadi. Nimada qoida o'qimaydigan bo'lasan? Avval mening savolimga javob bermamsan. Javob berib bo'ldim-ku. Men degan bu narsa sizlar degan narsani yavitalaydi. Sizlarning deganlari bo'lsa Sen degan yilon. Qoltis hujum bo'ldi, qoltis. Intan jirginishlik. Yilon. Bu bola haqiqatan aqlli ekan. Unaqa bo'lsa, menga yilondan birini tutib, sovg'a qilmamsan. Ma'qul. Nasriddin, cho'qim yolg'iz bor. Hech kimdan yordam so'rama. Endi qanday qilaman? Nayti yilon tutishgan qo'shiq. Yana da yolg'iz berishim kerak ekan. Chataq yo'q. Cho'qim o'rindayman.
Mushkang'u. Ajab qo'rqdim. Bekle jiddiylashib ketdim. Aram ilib olay. Aram ilib olay. Nasrin aka? Nima bo'ldingiz? Yılan bakan. Nima? Yılandan qo'rqqansiz? Nasrin aka, qo'rqmang. Men bilaman. Yuringlar qarab boqaylik. Qo'lingga tez bo'linglar Nasrin aka. Bo'ldingiz yo'q. Qo'rqaman men. Siz degan yılan mushu shumi? Nasrin aka, o'ylamabdiman. Siz yılandan rostila qo'rqadi ekansiz. Xata ko'rib qoptimanda. Nasrin aka, rostila qo'rqinchoq ekansiz-yu? Men amal topdim. Nasirdan, yılanı tuta aldın mı? Shundaq, elchi janoblari. Yaxshiroq Yılan! elchi janoblari, yaxshiroq qarab baqsizlar. Hey, Elchi janoblari, aniq ko'rdingmi? Narsalarni inchiklik bilan kuzatish kerak-ku bu. Nasirdan, bu yolg'on yılankan bu. nim bo'ldi? Bu yolg'onkan. Sen vazifeni o'rnayamabsan. O'rin deyan bopsan. Bayatdan sizlar yılan deb baqirib ketdilar. Hammanglar angladik. Shundoq, men angladim. Men anladım. Baqirib dedi. O'zlari uni yılan deb tunadilar-yu, qandaq sizga meni vazifani o'rinlayapmiding deydilar. Belli. Sen hakikaten akıllı bol ekansan. Ben yengildim. O'tinib qalay kunlar. Yiliq kundik ishni hech kimga tinmang. Bo'lamdi, ha? Umaqsinglar, Gulnar, ha? Qandaq qilsam sir saqlashga qo'shilasiz? Ama siz Gulnarga qo'l qo'ydim deb 3 qatim illik ovozda baqiraysiz. Shunda qilsangiz atan sir saqlayman. Bu Nima? Anglayapmidim? Anglayapmidim? Chashqan! Nasrin aka, meni aldatdingiz.